odamlarni gapini Allohning gapidan ustun qo'yadi. Ba'zi bir musibat bo'lgan joylarda 1 soat, yarim soat va'z qilasan, odam kuyib pishib, undoq qilinglar, bundoq qilinglar, mana shu narsa o'limda qiladigan sunnat, payg'ambarimizning hadislari bor, shariatda bu bor, fuqarolar u bor deysan, eshitib o'tiradi, turib yana teskarisini qilishaveradi. Ha, nimaga hozir eshitding-ku desa, odamlar nima deydi? To'y to'rqinlarda ham shu. Sunnat turibdi, aytasan, tushuntirasan, yozib qo'ygansan, yo'q, odamlar nima deydi? Hamma narsani olib kelib shunga taqalaveradi. Taqalaveradiki, odamlarni gapidan hadiksirash bor. Allohning gapi esga olinmaydi. Allohning azobi yodga olinmaydi. Qalbini mog'or bosishi xayoliga ham kelmaydi. Faqat odamlarning gapini o'ylaydi. Nima bo'lsa bo'lsin, urfi buzilmasin, odati buzilmasin, odamlar qilganini qilmay qolmasin.